Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Bu videoni olishimdan maqsad mana Ramazon Temirov UFC'ga top 10 talikka kirdi. Bu bilan men xursandman, tabriklayman. Qachonlardir birga jang qilganmiz. Birga nima deydi? Yengganman. Lekin shu bitta narsaga hayronman-da, shu kim men bilan urushsa ko'tarilib ketyapti-da. Shu men bilan urushgan hammasi hozir bu yog'i oktagonda, bu yog'i UFC'da jang qilyapti. Nimaga men ko'tara olmayapman? Nimaga men ko'tarilmayapman? Shunga bir boshim qotdi, balkim kattalarni duosi yetishmayotgandir. Lekin harakatdaman, har doim harakatda, izlanishda shu yuribman, lekin hech endi noshukrlik emas, balkim kechroq yozilgandir. Yana harakatdan to'xtamaymiz. Inshaalloh hali hammasi oldinda. Umid qilamiz, yana nasib bo'lsa yaxshi janglar ko'rsatamiz. Bu oyda o'zi 2 ta jang bor, xudo xolasa. Inshaalloh g'alaba bilan sizlarni yuzlaringga yorug' qilaman va o'zimni ham. Hammaga rahmat.